Bitta klientim menga yozib qoldilar. Qizim yaqinda bog'chani tugatadi. Shuning uchun uni xursand qilmoqchiman. Chiroyli bokslardan yig'ib bering dedilar. Xo'p bo'ladi deb ishga kirishdim. Birinchi ularni xursand qilish uchun termos soldim. Qizlarga albatta juda ham yoqadi bu. Ro'ziviy rangda mushukchali termos soldim. Hozirgi qizlar hammasi bloknotni yaxshi ko'radi. Shuning uchun bantikchali bloknotimizdan ham ularga soldik. Rangli qalam albatta bo'lsin dedilar klientim, chunki maktabga chiqqanda ishlatadi dedilar. Shuning uchun rangli qalam ham soldim. Chiroyli zakolochka, krabik zakolochkalarimizdan soldik. Qizimiz maktabga chiqqanda oyisi albatta bantik taqamiz dedilar. Shuning uchun bantikizdan ham soling deganlari uchun chiroyli oppoq bantigimizdan solib berdik. Qizimizni xursand qilish uchun ularga chiroyli konfetli boksimizdan bonusga qilib, chiroyli ideyalarni qilib, yasab solib berdik. Oyisi juda ham xursand bo'ldilar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qizimga juda yoqadi dedilar. Boksimiz yoqqanligi uchun ular yaqinda o'g'il bilan jiyanim ham tug'ilgan kuni bo'ladi. Unga ham endi boks yig'ib berasiz dedilar. Xo'p bo'ladi deb ularga yana bitta boks yig'ib berdik. Klientlarimiz xursand bo'lsa, biz ham juda ham xursandmiz. Boksimiz 150 ming so'mga tayyor bo'ldi.